Viloyatimizda amalga oshirilayotgan Urganch aeroportidan Urganch vokzaliga elektrlashtirilgan temir yo'l liniyasi loyihasi hudud transport tizimini modernizatsiya qilishda muhim qadam. Uzunligi 10,85 km bo'lgan mazkur yo'nalish temir yo'l va havo transportini yagona logistik zanjirga bog'lash orqali aholi va mehmonlar uchun yanada qulay sharoit yaratadi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Loyihaning umumiy qiymati 224,9 milliard so'mni tashkil etadi. Tahlillarga ko'ra, loyihada nafaqat temir yo'l izlari yotqizildi, balki zamonaviy elektrlashtirilgan tizim, optik tolali aloqa liniyasi, markazlashtirilgan boshqaruv tizimi ham joriy etilmoqda. Bu esa xavfsizlik, tezkorlik va boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bugun O'zbekiston sayyohlik imkoniyatlari tez sur'atlarda rivojlanib borayotgan 5 ta mamlakatlar qatoriga kirib boryapti. E'tiborli tomoni bunda sayyohlarga ko'rsatilayotgan imkoniyatlar, sharoitlarni ham alohida e'tirof etishimiz lozim. Mana shu majmua aeroport hududida mavjud emasdi. Bugun esa Urganch bekati foydalanishga topshirilyapti. Bu esa o'z navbatida sayyohlarga yanada qulay imkoniyatlar yaratadi. Bu majmuamiz Urganch bekati hisoblanadi. Bu sayyohlar Urganch shahri, Xiva shahriga kelib turgan sayyohlarni qulay tarzda Xiva shahrini sayohat qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, ya'ni aeroportdan, samolyotdan qo'ngan holda Urganch bekatiga kirib, zamonaviy elektrobus poyezdlarimizga o'tirib, Xiva shahriga, Urganch shahriga sayohat qilishlariga qulaylik yaratish maqsadida qurilgan bekat hisoblanadi. Bizning umumiy temir yo'l uzunligimiz 10 km 850 metr. Hozir bunda bir dona ko'prik, bir dona bekat, 3 dona qo'riqlanadigan temir yo'l kesishmasi, 4 dona qo'riqlanmaydigan temir yo'l kesishmasidan iborat. Hozirda 100% ishlarimiz, qurilish ishlari yakunlandi. Ayniqsa qurilish jarayonida muhandislik inshootlariga katta e'tibor qaratilgan. Bir dona temir beton ko'prik, 25 ta suv o'tkazish inshooti, qo'riqlanadigan va qo'riqlanmaydigan temir yo'l kesishmalari barpo etilgani mazkur liniyaning barqaror va xavfsiz ishlashini ta'minlaydi. Urganch aeroporti hududida qurilgan yangi vokzal majmuasi nafaqat transport obyekti, balki zamonaviy arxitektura namunasi sifatida ham ahamiyatga ega. Katta hajmdagi vitraj panellar, granit qoplamalar va qulay kutish maydonlari yo'lovchilar uchun munosib xizmat ko'rsatish imkoniyatini yaratadi. Loyihaning iqtisodiy jihatlarga nazar tashlasak, 1 kilometr temir yo'l qurilishining o'rtacha qiymati 20,174 milliard so'mni tashkil etmoqda. Yo'nalishda kuniga o'rtacha 230 nafar yo'lovchini tashish rejalashtirilgan. Shu bois mazkur obyektlarning ahamiyati faqat bugungi kun ehtiyoji bilan emas, balki kelajakda turizm va transport oqimining o'sishi bilan ham bog'liq. Xorazm mamlakatning turizm markazlaridan biri hisoblanadi. Urganch xalqaro aeroporti orqali keladigan mahalliy va xorijiy sayyohlarning temir yo'l tarmog'i bilan bevosita bog'lanishi Xiva va boshqa turistik manzillarga yetib borishni ancha yengillashtiradi. Shu nuqtai nazardan mazkur loyiha hududning turistik jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, Urganch vokzali va aeroportni bog'lovchi yangi elektrlashtirilgan temir yo'l liniyasi transport infratuzilmasini takomillashtirish, turizm salohiyatini oshirish hamda zamonaviy logistika tizimini shakllantirishga qaratilgan strategik ahamiyatga ega loyihalardan biri hisoblanadi. Bu esa Xorazmning iqtisodiy rivojlanishi va aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.